25 yoshda 25 ta hayotiy dars. Bugun 4-si. Ochiq haqiqat, lekin 90% hozir hayotingizda bor bo'lgan insonlar 10 yildan keyin hayotingizdan izsiz yo'qoladi. Shuning uchun bor vaqtingizni, e'tiboringizni, ortib qolayotgan energiyangizni faqat o'zingizning o'sishingizga, rivojlanishingizga, bilim olishingizga va pul topishingiz uchun sarmoya sifatida kiritishingiz kerak. Chunki vaqt o'tadi, yo'llaringlar ayro bo'ladi va yillar o'tgandan keyin siz doim berib kelgan narsalaringizni aslida o'zingiz uchun qilishingiz kerak bo'lgan tushunib yetasiz va siz yo'qotilgan insonlar haqida emas, balki yo'qotilgan vaqtingizga achinasiz. Boshqalarning dardini eshitasiz, dramasini eshitasiz. Sizga boshqalarning dramasi kerak emas, boshqalarning tashvishi kerak emas. O'sadigan vaqtingiz o'sishga e'tiboringizni qarating. Shunday yoshga yetib kelasiz, katta marralarga chiqqaningizda siz bilan bir darajada bo'lgan insonlar bilan do'stlashasiz va bu do'stlik butunlay boshqa darajada bo'ladi. Vaqtingiz eng qimmatli va hech qachon qaytmaydigan boyligingiz ekanligini unutmang. Bu xulosam bilan qo'shilasizmi? Izohlarda yozib qoldiring va keyingisi uchun obuna